gap aytaymi? Bunaqa xato qilish uchun ahmoq bo'lish kamda buni ham qaranglar. Mana ko'rsan devor tegini. Mana ketyapti. Bir chekka mana bu yoq burchagidan ham ketdi mana. Bitta xonada 4 ta devor bo'lsa, ikkitasi ketgan, osmonda osilib turibdi shu devor mana. Nima deysiz endi bunga? Bunaqa xato qilish uchun ilmsiz bo'lishdan, shu ahmoq bo'lishdan yana bir ozgina mana buni ishlatish kerak. Bu farosat degan narsa bor-ku. Men o'zim so'z berganman, so'kmayman deb. Oldin hayron bo'lardim, qurilishdagi o'sha prorablar nima uchun rosa so'kong'ich bo'ladi deb. Men qaraylik, osilib turibdi. Seysmika talablariga asosan bunaqa devor osilib turishi xato. To'g'ri, bu yerda bizdan oldin kelgan bir santexnik men shu ishlarni zo'r qilaman, bilaman, yorib tashlayman debdi. Yorib tashlabdi, lekin seysmika talabiga asosan mana shu devor ertaga birinchi 2 ball, 3 balli zilzila bo'lishini o'zida kanalizatsiya turbani ham ezib qo'yadi, ham tushib ketadi bu devor. Ikkita devor mana shu osilib turibdi, ko'rasizlarmi mana? Endi bu hozir to'g'ri kommentariyada kimdir yozishi mumkin. Siz oxirgi payt shu boshqalarning xatolarini olib chiqarmang deb turibdi. Boshqalarning o'zi aqlli odam boshqalarning xatosidan o'rganadi. Agar bu xatoni qilgan odamni olib chiqmoqchi bo'lganimda, nomerini topib, yuzini topib turib, mana shu pastga videoga qo'yib qo'ygan bo'lardim. Men odamni izlab o'tganim yo'q. Prosta sizlarga o'rnak bo'lsin. Sizlar mana shu xatoni qilmasligingiz uchun olib chiqolmayman mana shu xatolarni. Kommentariy ochiq bemalol fikringizni bildiringlar. Sandexning o'rtog'inglarga, shogirdlarga buni qo'yib mana. Ko'rasizlarmi? Nima deyish kerak endi bunga? Bu darajada mana shunaqa xato qilish mumkinmi? Buni qilish uchun nima qilish kerak mana? Kelinglar, prosta o'rganaylik mana shu narsalarni. Videoni tarqatib, jo'natib, kommentariyada foydali deb yozib qo'yaylik.